Feminizm sizningcha qanday harakat? U sotsiologikmi, psixologikmi, politologikmi? Agar uni haqiqatan biz qandaydir bir harakat deb hisoblasak, uni raqibi kim? Erkaklarmi? Aktiv bo'lmagan boshqa ayollarmi? Yoki konstitutsiya? Farosat uni raqobat. To'g'risi-da. Farosat. Ya'ni erkinlikni cheklanmaganligida, ko'ryapsiz. Erkinlikni ham cheklab turuvchi xavfsizlikdan tashqari yana bitta mexanizm bor. Bu farosat. Shart emas kimdir xavfsizlik kelib sizda bu cheklashi. Farosat ishlasa, ishlashi mumkin. Xo'p, savolingizga qaytamiz. Feminizm aslini olganda bu ijtimoiy huquqiy hodisa edi. Edi. Bu ayollarning ma'lum bir darajadagi majburiyati va og'irligi ko'payib ketganligi edi. Ya'ni bir qiynalgan paytingizda bir nimadir e'tiroz bildirgisi keladi-ku. G'iybatlashib o'rgisi keladi. Noliydigan vaqt. Ha. Va mana shu paytda o'sha muhitni beruvchi va ruhiy dalda beruvchi hodisa bo'lgan. Nimadandir dalda olgan ayollar. Va ayollar ichida paydo bo'lganligi uchun bunga feminizm degan tamg'a qo'yildi. Bu ijtimoiy hodisadan huquqiy hodisaga aylandi. Ya'ni bu muhitni yaratib berish uchun huquqiy instrumentlar ishlash kerak va shu huquqdan ayollar foydalanish kerak va mana shu paytda buni ijobiy va konstruktiv axloqiy farosat yo'nalishida ketgan yo'nalishi bu gender tenglik yo'nalishi. Lekin buni boshqa kontrol qilib bo'lmaydigan yo'nalishga yo'naltirishdi. Kimlar yo'naltirdi? Buni siyosatchilar yo'naltirdi. Ya'ni ma'lum bir guruh hokimiyat legitimligiga yetmayapti. Azmi yetmay qoldi-da. Kim meni qo'llab-quvvatlasa, qanaqadir bir doira topishim kerak, menga podдержка qiladi. Deputat bo'lib ketishim kerak, bir joyga bir rahbar bo'lib ketishim kerak. Shu bir 10 ball yetmay turibdi-da, shu kim beradi deganda jamiyat ichida yurgan sotsiologlar feminizm taklif qilishdi. Bu fakt-a? Bu fakt, bu Yevropada fakt, bu Fransiyada fakt, bu harakatlar paydo bo'ldi. Hozir aytib bersam, endi darsda bu feminizm o'zi aslida bugun siyosiy nazariya sifatida bir g'alati holat endi o'tyapmiz-da. Bu endi hodisa aylantirishda, sun'iy aylantirishda. Lekin bu o'sha liberalizm taklif etayotgan narsalarda, misol uchun bular liberalizm inkor etyapti, qo'y qoladigan tarafingiz. Liberalizmdan o'sib chiqib o'zi liberalizm erkinlikda tanlov bu ko'p bo'lishini xohlaydi, lekin bular mana feminizm, bir jinslilik, boshqasichi liberalizm rad etishni boshlashdi. Buni misolini nimada ko'ramiz? Mana turmush tanlashda, hayot turmush yo'lini tanlashda, misol uchun liberalizm aytdik-ku, tanlov beradi. Siz erkak bo'lsangiz, ayollar orasidan tanlashingiz kerak. To'g'rimi? Ayollarni surib qo'yib erkaklarning orasidan emas. Ha, yoki erkakni emas. Liberalizm mana shunaqa cheksiz tanlovni berish kerak degani emas, degan joy mana shunda. Tushunyapmiz-a? Ya'ni tanlov bo'lishi kerak, lekin tanlov farosat bilan ishlangan tanlov bo'lishi kerak. Tanlov deganda hamma narsa tanlov bo'lishi kerak emas. Odamzod qolib boshqa narsa ham bo'lib ketishi mumkin unaqa. To'g'risi-da? To'g'ri. Mana bu joyda tanlov deganda ayollar orasidan tanla. Yoshi, jinsi dema o'zi, rangi, millati, dini, e'tiqodi, dunyoqarashi, o'qigan o'qimaganligi, va bo'yi, semiz ozg'inligi bu yerda tanlov bo'lishi kerak. Sen erkaklar tanlovi ham bo'lsin degan narsani xohlashi bu narsani liberalizmdan chiqib ketishga sabab bo'ldi. Feminizm ham bugun mana shunday farosatsiz yo'ldan ketib qoldi va buni siyosiy texnologlar biz senga nimadir va'da bersak bizni qo'llaysanmi degan holatni qo'llashdi. Ular ko'p bo'lganligi uchun saylov jarayonida legitimlik shakllanayotgan paytda ish berdi. Va endi ular buni ishlatsa bo'lar ekan degan ma'noda siyosiy harakatga aylantirishdi. Aslini olgan odamda tub mohiyat ijtimoiy huquqiy hodisa bo'lgan.